man 100 marta, 1000 marta minnatdorman mana shu militsiya organlarini, huquqni muhofaza qiladigan organlarni, umuman hozir bizlarni tayanchimiz bo'lmish, tinchligimizni suyanchi bo'lmish mana shu organlarni qilgan ishlari, bilasizlarmi, men haqiqatdan qoyildaman. Men yaqinda bitta narsani aytdim, militsiya xodimlari shuni yana eshitsin. Militsiya xodimlari oddiy odamlar, oddiy inson, lekin har qaysi oddiy inson ham militsiya bo'la olmaydi. E'tibor beringlar shu gaplarga, ma'nosiga. Militsiya ham inson. Bizlarga o'xshagan inson, katta niyat bilan, umid bilan yashayotgan inson. Ularning ham bola chaqasi bor, ularning ham katta umidlari bor, ularning ham ezgu niyatlari bor. Ular ham to'ylar qilmoqchi, ular ham yetarlik bolalarni boqmoqchi, ular ham yetarlik nevaralarining baxtini ko'rmoqchi. Lekin takror etaman, ularning mehnatiga, ularni bugun qilayotgan ishlariga hammamiz yelkadosh bo'lishimiz kerak. Jamiyat yelkadosh bo'lmasa agar nimaga erishamiz?